Uyg'ur ota-onalar yig'ib olish lagerlariga qamalgandan keyin ularning farzandlari atrofi to'mir simliq tamlar bilan o'ralgan va o'z tilida so'zlash cheklanadigan atalmish maktablarga qamalgan. Zimiston qish to'ri buningdan burunmi 1 milliondan ortiq musulmonning Xitoycha o'rganishga hamda yig'ib olish lagerlarida siyosiy va ideologik tarbiyaga majburlanayotganligi haqida xabar bergan edi. Mahbuslarning farzandlari Xitoy maktablarida va butunlay xitoylashtirilgan bir muhitda tamamen Xitoycha o'lchamda tarbiyalanmoqda. Dunyoning har qaysi joylarida Noro'z bayrami bilan birga Uyg'ur madaniyatini tonishtirish faoliyatlari davomlashmoqda. Germaniyaning Myunxen va Turkiyaning Istanbul shaharlarida Noro'z faoliyati o'tkazgan Uyg'urlar Uyg'ur urf-odatlari va madaniyatini tanishtirdi. Yana bir tarafdan Sharq Turkiston yangi nasil harakatining raisi Abdusalom Taklamakan Sultan Gazida o'tkazilgan Mazlumning ovozi bo'l nomli yig'iniga qatnashib, Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyatini tanishtirdi. Rasmiy ziyoratda bo'lish uchun Italiyaga kelgan Xitoy davlat raisi Shi Jinping va hamrohligidagi yuqori darajali hay'at Rim hukumati bilan iqtisodni asos qilgan bir qator kelishimlarga imzo qo'ydi. Amerika va Yevropa ittifoqining Beijing bilan bo'lgan kelishimlarga bo'lgan noroziligiga pisand qilmagan Italiya hukumati bir balvoq bir yo'l ramkasi ichida Xitoy bilan bo'lgan hamkorlikni tashabbus qiladigan yaxshi niyat kelishimini imzoladi. Belgiya poytaxti Brusselda nurg'ulg'an ommaviy tashkilotlarning birlikda uyushtirishi bilan irqchilik va kamsitishga qarshi namoyish o'tkazildi. Bu namoyishni siyosiy partiyalar va nurg'un ommaviy tashkilotlar qo'llagan bo'lib, Shimoliy poyezd vokzali oldida jam bo'lgan minglarcha kishi top musobaqasi maydonigacha yurdi. Faoliyatda irqchilik va chet elliklarga qilingan kamsitish tanqid qilindi. Afrikaning sharqi janubidagi Mozambikda yuz bergan qora bo'ron ofatida o'lganlar soni davomli oshmoqda. Qora bo'ron sababli Mozambikda 419 nafar, Zimbabveda 259 nafar, Moldovada bo'lsa 56 nafar kishining hayotidan ayrilganligi bildirildi. Izlash va qutqizish jamiyatining xodimlari Mozambik hukumatining chaqirig'iga ovoz qo'shib, Mozambikka ketdi. Eng yangi uchurlarga asoslanganda o'lganlar soni 700 dan oshgan.